Hozir chiqib endi ustachilik qilamiz endi. Akkumulyatorni almashtirib tayyor qilish kerak endi. Yo'lga mashinani o'chirish kerak. O'chirishdan oldin ochaylik. Kapotni ochdik. Endi kapot ochilgandan keyin men eslayam yo'q. Mashina jonivor ishla. Ключlarni olamiz endi. Unutsa bunisi. Bag'ir uchun ekan. Ключni suqaman desam, solmayapman etga. Sekin mana shu qo'lda yechilar ekanda bu. O'ylab topganda shunday chiqarsa shliq chiqardi. Endi buni chiqarish uchun polniy plastmasalarga yechish kerak ekan. Mayli. Ozgina ortiqcha ish bo'ldi. Jomchani yechamiz. Jomchani yechish uchun shu mavlaga yetsangiz bo'ldi. Bular temin bu filtrda ushlaydi. Bunday ko'ndalangiga qo'ydik. Mana bu filtrda katta filtr mana ichida. Tesla ikkita filtr bo'ladi. Bunisini qo'yamiz. Borib Teslaga topshirib yuboramiz. Borib ekologiyani buzmaslik. Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga bu Tesla shunchalik qatirib baqa qo'y qilgan ekan? Menimcha shu avariyani ham o'ylasa kerak-da. Shu to'ba qildim avariya bu. Shu qatirasizlar. Tomon ko'raylik nima gap ekan. Oching. Mushlanchalar eslangdan chiqmasin. Joyiga qo'yishdan oldin bitta fudavoriylar barga tiqilib qoladi. Rahmatli otajonim doim aytadi. Ключni qatdan olgan bo'lsang, o'sha yerga chiroyli qilib qo'ysang joyiga, keyin safar oqtarib yurmaysan.